Bu o'yinni aniq ko'rmagansiz, chunki o'yinni chet ellik blogerlar sahifasidan ko'rib, yoqtirib qolgandim. Aytishlaricha bor ekan. Men ham buyurtma qilib darslarda foydalanib ko'rdim. Bu asosan ingliz tili faniga oid bo'lib, jami 100 dona kartochkalar bo'ladi. Zo'r jihati shundaki, barcha leveldagi o'quvchilarga birdek yoqadi va birdek qiziqarli va mos keladi. Har bir kartochkada savol yoki topshiriq, ya'ni challenge'lar yozilgan bo'ladi. O'yinni boshlashdan avval barcha doira shaklida o'tirib olsa, juda ham qulay bo'ladi. Har bir o'quvchi bittadan kartochka tanlaydi, so'ng javob berishga o'tiladi. Savollar har xil, topshiriqlar esa undan-da qiziqarli. Masalan, 1 daqiqa ichida 6 ta multfilm qahramonini nomini ayt. Ko'z yumuq holatda xonada biror jismni olib kel. Dars davomida kiyimingni teskari kiyib o'tir. 6 xil ovozni o'xshatib ber kabi qiziqarli topshiriqlar jamlangan. Savolga to'xtaladigan bo'lsak, yoqtirgan taomning, kelajakdagi orzularing, oila a'zolaring, tug'ilgan sanalar, bayramlar haqidagi savollar yozilgan bo'ladi. Ushbu o'yin siz uchun ham qiziqarli tuyuldimi? Xarid uchun izohlarda yozib qoldiring.